O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan e'lon qilingan rasmlar tanlovi o'z nihoyasiga yetdi. Bu suvni o'z qo'limizda asrab qolishimiz mumkin degan ma'no kelib chiqdi. Ideyasi bu. Bizning kunlik iste'molimiz avtomobil yuvish bo'lsin, hovuz to'ldirish, sug'orish, xohlagan vaqtda maishiy iste'moli davridagi isrofgarchiliklarda aziyat chekayotgani ko'rsatilyapti. Kimdir isrof bilan shug'ullanyapti, u qiz o'sha narsadan aziyat chekadi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan rasmlar bo'yicha ko'rik tanlovi o'tkazildi. O'zingizlar ishtirok etdinglar. Eng yaxshi o'sha chizgan rasmlarni o'sha maxsus komissiya tomonidan tanlab ajratib olindi. Sizlarni birma-bir bu yerga hozir tabriklash uchun chaqirdik. Omina Alimuhammedova, Yashnobod tumanidagi 244-maktab o'quvchisi. Muhammad Normuminov, O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining mas'ul fidoyi xodimlari, avvalo hammaga kattadan katta rahmat bo'lsin. Bu tanlov o'ta, ayniqsa O'zbekiston sharoiti uchun o'ta muhim bo'lgan mavzuda o'tkazildi. Ahmad aka Suvonqulov boshlig'i jamoa, sizlarning har birlaringiz suvga bo'lgan yondashuv madaniyatini shakllantirishda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining xizmati juda beqiyos bo'lyapti.